Ikkinchi jahon urushi. Xalqimiz boshiga ne musibatlar solgani haqida eshitganmiz. Kitoblarda o'qiganmiz, filmlarda ko'rganmiz. Necha minglab ota-bobolarimiz shu mash'um urushning qurboniga aylangan. Yana qancha hamyurtlarimiz nogiron bo'lib qaytishgan. Shunday oilalardan biri Usmon ota xonadonidan ham 3 o'g'il Abduhalil, Abduqodir va Shamsi Usmonovlar urushga safarbar etiladi. Oilaning kichigi bo'lmish Shamsi Usmonov 1942-yilda ayni bo'z yigitlik paytida urushga ketadi. Avvalo Moskva shahridagi tankchilar tayyorlash kursida o'qiydi. 2 oydan so'ng frontga jo'naydi. Moskva shahrini, Stalingradni ozod qilishda qatnashadi. Belorussiya frontida va Polsha davlatidagi janglarda ishtirok etadi. 4 marotaba jarohat oladi. Biz g'alaba qildik deya tankdan chiqqan mahalda fashistlarning o'qi chap oyog'ini teshib o'tadi. Shu tariqa u 1 oy davomida davolanadi. Ammo undagi yoshlikka xos shijoat, mardlik aslo so'nmagan edi. Shu sababli uyquga qaytishga rozi bo'lmay frontga jo'naydi. Yana janglarning birida qo'lini o'q teshadi. Qorin qismiga kirgan o'qni gospitalda olib tashlashadi. Germaniyada Berlin shahrida g'alaba paradida qatnashishga muyassar bo'ladi. Shamsi Usmonovning janggohlarda ko'rsatgan qahramonliklari munosib taqdirlanadi. Moskva shahri meri Yuriy Mixaylovich Lushkovdan Ikkinchi jahon urushida Moskva mudofaasining 60 yilligi munosabati bilan Shamsi Usmonov nomiga minnatdorchilik maktubi va esdalik belgisi medali topshiriladi. Afsuski, uning 2 akasi urushdan qaytib kelmaydi. Yurtim ado bo'lmas armonlaring bor. Toshlarni yig'latgan dostonlaring bor. O'tmishingni o'ylab yig'laydi jonim, ko'ksing to'la shahid o'g'lonlaring bor. Qo'ling qadog'ida bosay yuzimni. Onamsan-ku og'ir tutma so'zimni, qayin barglar bosar qaro ko'zini, olislarda qolgan qodriylaring bor.